Bilasizmi, hozir juda ham yaxshi bir savol berdingiz. Taqdirlarni o'zgartirib yuboradigan ustozlar borda. Men 16-maktabda o'qiganman Angren shahridagi. U yerda 1-sinfga borganimda Dilbar ustozimiz bizni qabul qilib olgan va Dilbar ustozimizda 4 yil boshlang'ich sinfni o'qiganman. Yuqori sinfga o'tganimizda, demak 5-6 sinflarda o'qiganmiz. Ana o'shandan keyin hammasi boshlangan desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 6-sinfda o'qib yurgan paytlarimda bizni maktabimizga yangi matematika ustozi kelgan, Nazira ustoz. Mana shahrimizda ko'pchilik bu ustozimizni taniydi. Juda ham ko'p shogirdlari bor. Shu ustozimiz o'zimiz mahallamizdan bizning maktabimizga ishlashga kelgan. Matematikadan yaxshi o'qirdim, lekin bu ustozimiz kelgandan keyin jarayonlar yana ham boshqacha bo'lib ketdi, o'zgarib ketdi. Sababi ustozimizning metodikasi bizning sinfimizdagi o'quvchilarga juda ham mos tushdi. Ya'ni qaysi ma'nodaki biz bitta misol ishlasak ham erinmasdan o'sha ko'rib berib, tekshirib berib bizga baho qo'yib berardi. Bu juda ham katta nima deydi, turtki bo'lgan. Yana o'sha matematika fanini o'rganishimiz uchun kunlarning birida shu Nazira ustozimiz meni qo'limdan ushlab, "Abror, sen bir litsey bor, o'sha litseyga topshirishing kerak" deb meni qo'limdan ushlab, hujjatlarimni yig'ishib, o'sha vaqtlardagi, demak, Angren shahrida faoliyat yuritgan Turk litseyiga birga ikkalamiz borib, hujjatlarni topshirib kelganmiz.